Ustoz Qo'shinboy sizni mana ko'plagan shogirdlaringiz nomidan mana bugungi bir sharafli yutuq bilan, sharafli bir e'tirof bilan tabriklaymiz. Bu akademik unvoni bu ilim sohasidagi, ta'lim sohasidagi fidoyiligingiz, jonko'rligingiz, haqiqiy ustoz ekanligingiz ko'p yillar davomida viloyatimiz uchun, respublikamiz uchun minglagan kadrlarni tayyorlashda ko'rsatgan xizmatlaringiz hammasi e'tirofi albatta bu birinchi bir ko'rinishi. Shu unvon muborak bo'lsin. Hamisha shu bizlara shogirdlaringizga, yoshlarga örnek bo'lib kelatursiz. Hayotdan, ishdan, ustozlikda her taraflama sizden o'rganadigan, siz bosib o'tgan hayot yo'llarini bir ma'no mazmunni chuqur anglasha xizmat qiladigan taraflaringiz ko'p. Shuning uchun hammamiz nomidan tabriklayman. Bu unvon size muborak bo'lsin. Alloh xolasa bundan ham zo'rlarini olib, shularni mana bize kelib tabriklab o'tirish nasib etsin. Selam buyursun. 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 Rahmet. Çok rahmet. Merhamet. Ben ne veremem sen? Sen Öyle. Acayip. Doktor indi ben de. Yanılandan. Daha kuruk ama. Sağ selamet yürü. Köp bu orada neden Allah'ın nasip etse. Eyvallah. Mübarek olsun, mübarek olsun. Tabrikliyoruz. Allah tebrikliyoruz. Ağaman bu. Mesela bende bir fikir var da bu orientirojli. Bu da kalasa sizlerini bir giroy olup her kaysınız bir kette akademiyanın başlığı olup ama kette vuzlara rektör olanızı görüp kuanı görüyorlar. Rahmet. Şu akları size fasolyder para pişmişler, yerine içemez şu an. Bize merak edemez. Rahmet. Sağ olun. Allah tebrikliyoruz.